otini to'xtatsam, ketayotgan manziliga bordirmasam, kerak bo'lsa oti qoqilib ketsa-yu otdan yiqilib, otga mina olmaydigan bo'lib qolsa, yo'lidan qaytsa. Men buni juda istadim. Chunki bilib turibman, u Mahmud otaning kulbasiga ketyapti. U hech qanday ikkilanishsiz otini yeldek uchirib ketdi. Bir marta bo'lsa ham ortiga qayrilib qaramadi. Mening birorta so'zimni eshitmadi. Chunki u vijdoni bilan gaplashishdan aslo to'xtamadi. Bozor oralab biroz yurgach, qozi to'xtab ortidan tushdi. Bir necha qadam yurib bir xaroba kulbaning oldida to'xtadi. Qaniydi mening ham jismim, badanim bo'lsa-yu oyoqlariga yiqilib mahkam yopishib qadam bosishiga qo'ymasam. Ammo bunga ojizman, chunki u qalbining, vijdonining ovoziga quloq berib bo'ldi. Darhol aqliga yopishib, uni to'xtatishga kirishdim. Bu ham bo'lmadi, chunki aqlining ustidan qalbi hukmron bo'lib bo'lgan edi. Qozi xaroba kulbaning eshigi yoniga keldi. Ochish uchun eshikning halqasini ushladi. Chiqmagan jondan umid deb bor ovozim bilan to'xta deb hayqirdim. Bu safar u meni eshitdi. Qo'lini eshik halqasidan tortdi. Sen bu yurtning eng ulug' qozisisan. Bu yerda nima ishing bor? Shu xaroba kulbada yashaydigan faqirdan nima yordam kutyapsan? Sening joying shu yermi axir? dedim. Aytdim-ku, meni eshityapti deb. Qozi ikkilanib bir necha qadam orqaga tisarildi. Buni qarangki, mening aytganim bo'layotgan edi. U kulbaga kirmayotgan edi. Orqaga qaytib ketarmikan, bu yerdan uzoqlasharmikan, ish qilib ketsin-da, ketishi kerak. Qozining orqaga qarab qadam bosgan oyoqlari birdan to'xtadi. U shart o'girilib yana oldinga shaxtam qadam tashladi. Shaxt bilan eshikni ochib ichkari kirdi. Men uni ushlab qola olmadim. Vijdona. U qoziga to'xtamay, tinmay gapirar edi. Qozi ichkariga kirgach, yerga solingan kigizning ustiga o'tirib olib, qo'lidagi poyabzalni kanop ipi bilan tikayotgan Mahmud otani ko'rdi. Chol Qozi Mahmud afandini anchadan beri kutayotgandek, uning kelishini bilgandek xotirjam edi. Uning kelganiga ajablanmadi ham. Boshini egganicha qilayotgan ishida davom etib, unga qaramadi ham. Birozdan keyin boshini ko'tarmasdan, "Kel, Qozi afandi, kel", dedi. Qozi afandi yosh boladek mo'ltirab u tomon qadam tashladi. Qarasam, Mahmud otaning yoniga kelib cho'kkalamoqchi. Men unga, "Axir sen Bursaning mashhur qozisi Mahmud afandisan, ahvolingga qara, mana shu eski furushning yoniga yosh boladek tiz cho'kib o'tirasanmi?" dedim. Qozi shu zahoti to'xtadi. O'tirmay oyog'ida tik turib qoldi. Qoshlari chimirildi. Kibri butun badaniga sachradi. Qanday yaxshi, mening istagim ham shu edi. "Hov, eski furush", dedi qozi. "Bir necha kundan beri fikru xayolimni band qilding. Bu qanaqasi? Sen aytgan voqea qanday qilib sodir bo'lishi mumkin? Bu qanday sehr? Kimsan, Qozi Mahmud afandi? Mana shularning sababini bilish uchun poyingga kelib o'tiribdi." Mahmud ota birdan boshini ko'tardi. Uning ko'zlarida g'azab olovi yonar edi. "Menga qara Mahmud, avval anavi nafsingning ovozini o'chir, bo'lmasa senga hech qanday najot yo'li yo'q." Mahmud afandi turgan joyida qoqqan qoziqdek qotib qoldi. Men ham hayratdan nima deyishimni bilmay qoldim. Mahmud ota men aytgan gaplarni eshityapti ekan. Bu gaplarning ortida men, ya'ni nafs turganimni bilib turibdi. Qozi Mahmud afandi lom-lim demay Mahmud otaning yoniga o'tirdi. "Mana endi gapir", dedi Mahmud ota. "Nima deysan?" "Qanaqasiga?" dedi qozi. "Bu ishlar qanday qilib bo'ldi?" "O'sha kuniyoq aytdim-ku, Alloh istasa hamma narsa bo'ladi." "Unda menga ham o'rgating, men ham bilayin." Mahmud ota kulimsiradi. Oldida turgan poyabzalga qaradi. "Men kimmanki senga biror narsani o'rgatsam?
Senga biror narsa o'rgatadigan ilmim yo'q-ku axir. O'rgating. Qozi Mahmud afandi Mahmud otaning qo'llarini mahkam siqdi. Mahmud afandi, vaqtingni bekor ketkazma. Sening nasibang bizdan emas, uftoda hazratlaridan. Dardingning davosi o'sha kishida. Sen uning huzuriga bor. Chol shunday deb qo'li bilan eshikka ishora qildi. Men bu holatdan nihoyatda alamzada bo'ldim. Qozi Mahmud afandini to'xtatib qola olmaganimdan qattiq pushaymon edim. Bilaman, qozi uning oldiga boradi. Baribir boradi. Mayli, hali mening hiylalarim talaygina. Nima qilib bo'lsa ham uni bu yo'ldan urishim kerak. Mahmud afandi o'rnidan turib, og'ir qadamlar bilan Mahmud otaning kulbasidan chiqdi. Mahmud afandi ichkarida o'tirib bir narsani sezmadi, his qilmadi. Eski oyoq kiyimni tikayotgan Mahmud otaning teshikdan o'tkazayotgan har bir ipi mening bo'ynimni bo'g'di. Har bir teshikka kiritgan bigizi mening ko'ksimga sanchildi. Yana buning hammasini bilib turib qildi. Mahmud afandi u yerdan chiqar chiqmas qo'lidagi poyabzalni joyiga qo'ydi. U faqat mening jonimni qiynashni istaydi xolos. Istanbuldagi bir joy. Bugun siz yashayapman deb o'ylagan bu hayot tush bo'lsa-chi? Demak, men rostdan ham kuchsiz ekanman. Nafsni yenga olmas ekanman. Yana uxlab qolibman. Qo'limdagi kitob ko'ksimda yotibdi. Shu holatda uxlab qolibman. Bo'lmasa kitobni o'qiyman deb nafsim bilan rosa o'chakishgan edim. Oxiri baribir nafsim g'olib kelibdi. Lekin bir tush ko'ribman. Bu qanday tush bo'ldi? Sababi nimaga ishora qilyapti? To'g'risi bilmayman. Bu kitob meni sehrlab qo'ygan shekilli, shuning uchun shunaqa tush ko'rgandirman. Men bilan gaplashayotgan, meni yaxshi ishlardan to'xtatib, yomon ishlarga undayotgan nafsim bo'lsa, demak, u tushda insonni yo'ldan ura olmas ekanda. Menimcha shunday. Endi esa tushimni aytib beray. Tushimda Mahmud otani ko'ribman. Kitobda yozilganidek, Mahmud afandi kulbadan chiqqach, ichkariga men kirgan emishman. Qayerda, qaysi zamonda, kimning huzurida ekanimni ro'paramdagi inson Mahmud ota ekanini juda yaxshi bilib turibman. Ota cho'kkalab o'tirib, hali ham qo'lidagi ignaga ip o'tkazib bir narsa tikayotgan edi. Lekin bu safar qo'lidagi narsa poyabzal emas ekan. Umuman boshqa narsa edi. Ammo men nimaligini ilg'ay olmadim. Kulbaning ichi qorong'u, hech narsa aniq tiriq ko'rinmaydi. Biroz nariroqda o'choqda olov bor. Uning yog'dusi ichkarini biroz yoritib turibdi. Mahmud otaga qarab bir ikki odim tashladim. Qo'rqmadim, chunki bilmayman. Inson odatda bilmagan narsasidan qo'rqadi. Menda esa bu his yo'q. Nima uchun bila olmadim, uning yoniga yaqinlashdim. Siz kitobda yozilgan eski furush Mahmud otamisiz, dedim. Chol savolimga savol bilan javob berdi. Sen esa o'sha kitobni o'qigan g'ofilmisan? Siz meni taniysizmi? Men kitobni o'qiyotganimda siz ham meni ko'rib his qilib turarsiz-a? Balki ha, balki yo'q, javob berdi chol. Men hayratda qoldim. Ota bularni aytayotib qilayotgan ishidan boshini ko'tarmadi. Qo'lida nimadir bor, lekin men uni ko'ra olmadim. Tikiyaptimi, qo'lida ushlab turibdimi, xullas esimda yo'q. Men shunday deb endi gap boshlagan edim, gapimni bo'ldi. Men dema, dedi. Men jim bo'lib qoldim. Javob bera olmadim. Nafsing haqida qiziqyapsan. U haqida savol bermoqchisan. Lekin nega buni mendan so'rayapsan? Axir u har doim sen bilan-ku. Uning kimligini o'zingdan so'ra. Ota shunday deb o'tirgan joyidan turib, qo'lidagi narsani olib borib o'choqdagi olovga uloqtirdi. Baribir uning nimaligini ko'ra olmadim. Olovga tashlangan narsangiz nima? So'radim men. O'zimni, menni olovga uloqtirdim, dedi u. O'lay agar, hech narsa tushunmadim. Tushunishni istayapman, lekin so'ray olmayapman. Bu tushmi o'zi, dedim. Bu ko'rganlaring haqiqat.
Lekin sen yashayotgan hayot tushdan iborat bo'lsa-chi? Mahmud ota shunday dedi-yu, men uyqudan yig'i qichqiriq bilan uyg'onib ketdim. Hozir esa shunchaki cho'zilib yotibman. Nima bo'lganini tushunmay, ko'zlarimni shiftga tikib yotibman. Yo Xudoyim, bu qanday kitob o'zi? Shunchalik ta'sirlanibmanki, tushlarimga kirib chiqyapti. Tush ham shunaqa g'alati bo'ladimi? Hali ham anglab yetmadim. Ko'ksimda turgan kitobni olib, unga yana bir qarab qo'ydim. Nimadandir hadiksirayapman, ko'rgan tushimdan bezovtalana boshladim. Shunday bo'lsa ham o'qidim, cho'chidim, tushimdan taajjublandim. Shuni aniq bilamanki, endi bu tushdan keyin nima bo'lgan taqdirda ham bu kitobni albatta o'qiyman. Kitob ajoyib tush bilan boshlangan edi. Xudoyi ko'rgan tushi tufayli o'ziga savollar bera boshladi. Men ham shundan ta'sirlandimmikin, yoki bu men uchun bir debochami? Qaydam. Men hech qachon bunday ta'sirli ajoyib tush ko'rmagan edim. Tush ichida tush. G'alati tush. Rostdan ham kitob o'qilganda kitobning ichidagi qahramonlar o'quvchini his qilishi mumkinmi? Tavba, nimalar deb aljirayapman-a? Nafs nima o'zi? Shu paytgacha u haqida ko'p mulohaza qildim. Lekin uni birgina so'z bilan ifoda qildim. Rostdan ham nafs mana shu kitobda ham aytilganidek insonning ichida turibdi. Muntazam gapirib, harakatlanib turadigan narsami? Xayrli ishga kirishganimda oyog'imdan chalgan o'sha nafsmi? Vijdonimning ovozini o'chirgan ham shumi? Yo Xudo, bu nafs nima o'zi? Ichimdagi boshqa menmi? Yo bu nafs mening shaytonga hamroh tomonimmi? Tushuna olmayapman. Aslida bir kitobni deb tinmay o'ylayotganimdan, miyamda savollar aylanayotganidan hayratdaman. Lekin ko'rgan tushim ichimni titratdi. Menga qattiq ta'sir qildi. Bu voqealarni xuddi tush emas, haqiqiy hayotda ko'rgandekman. Mahmud ota tushimda menga nima degandi-ya? Ha, esladim, shunday dedi. Nafsing haqida qiziqyapsan. U haqida savol bermoqchisan. Lekin nega buni mendan so'rayapsan? Axir u har doim sen bilan-ku. Uning kimligini o'zingdan so'ra. O'zimdan-ku so'rashga so'rayapman, lekin men qayerdan bilay? Bila olmayapman axir. Boshim garang, ko'rgan tushimdan biroz cho'chigandekman. Kitobni yana stol ustiga qo'ydim. Keyin yotoqdan turib deraza tomon yurdim. Yuragim siqilib ketgani uchun pardalarni ochmoqchi bo'ldim. Ko'zimni yumdim deguncha tushimdagi Mahmud otaning yuzini ko'ryapman. Oppoq soqollari bo'ynigacha tushib turibdi. Boshida salla, qo'llari esa bilmadim, yo tasbih o'girganida yoki doim bir xil ish bilan shug'ullanganidan bo'lsa kerak, qadoq edi. Ko'zlari esa qop-qora. Sekin pardani ochdim. Xonamga quyosh tusha boshladi. Yorug'lik juda yaxshi narsa, lekin meni bo'g'ib qo'yadi. Men hali ham zulmatda yashayapman. Kechalarni, qishni sevaman. Parda oralab tashqariga qarayman. Tashqarida g'alati sukunat, hech kim yo'q. Qandaydir boshqacha holat. Birdan seskanib ketdim. Yana tush ko'ryapmanmi deb o'ylab qoldim. Atrofga qaradim. Yo'q, bu tush emas edi. Soatimga qarasam 7 bo'lyapti. Ochig'i bunchalik erta turganimga hayron qoldim. Birozdan keyin to'g'rimdagi binoning derazasidan menga qarab turgan bir bolakayga ko'zim tushdi. Uni ko'rib, yuzimga tabassum yugurdi. U deraza ortidan qo'llarini oynaga qo'yib menga qarab, ma'sumgina kulib turibdi. Nega bunday qilyapti bilmayman.